IELTS balangiz nechi? Asal. IELTS band skorim 6,5. Qaysi tekshirdan baland ball olgansiz? Listeningdan 7,5 chiqqan. Eng pastchi? Eng pasti writing bilan speaking 6,6. Nimani hisobiga listeningdan 7,5 ball olgansiz? Birinchidan luck baribir, sal osonroq narsa chiqqan. Ikkinchidan o'zi listening bilan reading ham baland chiqardi oldinda. IELTS o'qiyotganlarga nima maslahat berasiz? Faqat listening bilan readingga qarab qolishmasin. Shu speaking bilan writingga ham yaxshi e'tibor berish kerak. Keyin look down qilib oddiy bo'laveradi deb fikrga bormaslik kerak. Maqsadda baribir balandroq olirish kerak. Ingliz tilidan keyin hayotingiz qanaqa o'zgardi? O'zi bitta tilni o'rgangandan keyin odamda dunyoqarashi ancha kengayadi. O'zi masalan kino, multfilm yoki o'xshagan narsalar ko'rish ham masalan boshqacha vibe beradi odamga. Bundan tashqari hozir ingliz tilini bilganlarga ancha sharoitlar ham bo'ladi. Universitetga masalan imtihonsiz ingliz tilidan imtihonlarni yopib beradi. Bundan tashqari chet elga turli xil grantlar yutib, o'zim ham Latviyaga grant yutdim, lekin ishda o'zimizda narx o'zi qolib ketdim keyin oxiri. Bu videoni ingliz tili o'qiyotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.